Zanglasak yasaladi. Assalomu alaykum barchaga qadrli yurtdoshlar. Kamoliddin Uz kanalini muntazam kuzatib borar ekan aka va opa singillar. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin, Jizzax shaharda afg'on bozori ko'pchilik bilishadi. Ish avjida ketyapti mana stroy materiallar bo'yicha. Hozir qo'ldan kelgancha sizlarga bir foydali video qilishga harakat qilamiz. Bu yerda ham taxtalar, shifer, hamma narsa bor ekan. Hozir mana bu yerda yangi chiqqan materiallar, ya'ni OSB har xil panel, mana bu yerda taxtalarni ham narxlari bilan sizlarga tanishtirib o'tamiz. Rossiyada juda ko'p tarqalgan mana bu material. Hozir egalaridan narxlarini bilib o'tamiz. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat. Aka, ismingiz tanishtirib yuboring o'zingizni bir. Men Jizzaxda shaharda biz bozorimiz. Ismim Bobur meni. Bobur aka. Xo'p, manzilimiz Jizzax shahar Afg'on bozor. Afg'on bozor yo'nida. Hasan Husan bozor deyiladi. Hasan Husan bozori deyilar ekan. Xo'p, sizlarda ham ko'ryapman, hamma materialdan bor ekan. Bor. Xo'p, sizda nima materiallar bor aka hozir? Bizda hozir mana MDF materiallarimiz bor. Laminatlarimiz bor, laminat disklar. Mana bular MDF, ha? Bular MDF material. Qalinligi har xildan bor ekan. Har xildan xohlagan razmerda bor. Do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Eng yuqasi mana bu, ha? Eng yuqasi 6 lik bo'ladi. Qalinliklari mana eng qalini mana bu. Bundan mebellar ham yasaydimi yo mebel ham yasaydi, ishi dirza ham yasaydi. Xo'p, necha puldan o'rtacha? Yuqasi qancha, qalini necha pul? Bular rossiyskiy mahsulot bo'ladi. Bularga naqsh uysa ham juda chiroyli chiqadi. Naqsh uyganda ham. Stanoklarda naqsh uysa ham bo'ladi. Stanoklarimiz ham bor, kesib berish uslugalari ham bor ichida. Necha puldan bo'lyapti narxlamosi? Mana bular 180 ming so'mdan beryapmiz hozir. 180. 6 kvadrat salkam bittasi. Qalinligi 0.6 bo'ladi. Qalinlarichi? Qalinlari 1.6 lik bor. Katta format deyiladi. Bular 450 ming so'm beryapmiz. 450 dan bo'lyapti ekan. Do'stlar, mana bu yerda tayyor ranglilari bor ekan. Laminat qilinganlari. Oq, malla, mana bu yerda qora. 350 xil rangi bor. 50 xilgacha ranglari bor, ha? Muammosi yo'q. Bu yerdan topib beraverasiz. Rangi aytilsa bo'ldi. Bu o'zi nimalarga ishlatiladi ranglilari? Eshikga asosan. Eshik yasashda, ya'ni hamyonbop, yengil, arzon chiqadi eshiklar. Shunday. Sifati biz asosan sifatiga qaratamiz. O'zingiz ham eshik yasaysizmi? O'zingizdan chiqadigan bormi? Bizdan eshik mahsulotlarimiz chiqadigan sexlarimiz bor. Tayyor eshiklarni zakaz berishsa yasab beraverasiz. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin, har xil turdagi fanerlar ham bor ekan. Qalin yuqa deysizmi? Fanerlar necha puldan bo'lyapti aka? Fanerlar 3 likdan tortib 1 santimetrgacha bo'ladi. 3 likdan buni keyin qalinlashib ketgan. 3 santimetr, 3 millimetrligi bor, olmish mingsin. Mana bular, ha? Yo'q, bu 5 santim, 5 millimetrlik. Bu 5. 3 millimetrlik narada turibdi. Plastiklar ham bor, mana ko'rishingiz mumkin. Har xil dekorlar deydimi? Dekor plastiklar, dekor MDFlar. Mana bunaqa qavurg'ali yangi chiqqan 1 santimetrlik dekor plastiklarimiz bor. Qalinligi 1 santimetrlik qavurg'ali plastiklarimiz bor. Bu 6 metrliklari ham bor. Xohlagan razmerda kesib beriladi, tayyor. Misol uchun 2,5 metrlik, 3,5 metrlik, 320 lik, 480 lik farqi yo'q uni. Bu donasiga hisoblanadimi yo kvadratigami? Donasiga hisoblasa ham bo'ladi, kvadratiga hisoblasa ham bo'ladi. Bularning kvadrati 30 ming so'mdan. 30 ming so'mdan bo'lyapti. Xo'p, polovoy, keyin mana bunaqa vagonkalar ham bor ekan har xildan. Rika, polovoylarimiz, shputlarimiz ham bu narx tomonda turibdi. Bu tarafda ekan. Strapilarimiz bor, 6 metrlik rossiyskiy. Hozir ularga ham qisqacha to'xtalamiz. Mana bu yerda hozir O'zbekistonda trendda bo'layotgan mana bu nima deydi nomini? OSB panellar bor ekan. Bu eng qalini. Bu 1,5 lik qalinligi. 1,5 lik ekan. Bu polga ham bo'ladimi? Polga ham bo'ladi. Polga ham bo'ladi. O'zi laklangan Kronashpan zavodniki rossiyskiy mahsulot. Tayyor bitta poldan keyin bitta laklab qo'ysa, undan ham zo'r bo'ladi. Shunday. Necha pul bo'lyapti mana shu polovoyniki? Mana bularni 220 ming so'm beryapmiz. Bunday tortingda, bunday patishlarga bir ko'rsataylik, qanaqa chiroyli bo'lishini. Do'stlar, buni qarang. O'zim ham shundan ishlatganman uylarga. Juda zo'r narsa, uyingizga yana ham bir chiroy baxsh etadi deydimi, nima desam.
dekorativniy bo'lib turadi-da. Keyin buni banaylarga, dushavilarga qilsa ham bo'ladi. Bu suvga ishmaydi. Chunki ustidan laklangandan keyin suvga ishmaydi. Ishib ketmaydi, taxtalarga o'xshab. Shunday. Xo'p, har xil mana bunaqangi shu patologga kerak bo'ladigan plastiklar bor ekan, ugoloklari. Xo'p, buni yuqalari ham bor ekan-a? Yuqalari ham bor. Bu obshivkaniki. Bu obshivkaniki ekan. Necha puldan bo'lyapti yuqasi qalini? Bularni 125 ming so'm beryapmiz. 125 ming so'mdan. 09 li rossiyskiy mahsulot bu. Qalinichi? Qalini 220 ming. 220 ming so'm. Bittada polingiz bitib ketadi do'stlar. Xo'p, dastavkalar bormi sizda? Bor. Shahar ichiga dastavkalarimiz bor. Jizzax shahar ichiga tekingami dastavka yo tekinga? Tekinga olishsa tekinga yetkazib berasiz. Shunday. Boshqa viloyatlarga kelishilgan holda. Kelishilgan holda o'zimiz mashinalarimiz bor. Mana tushunarli. Texnikalarimiz. Faner deganingiz mana bu 3lik. 3 millimetrlik 3 faner. millimetrlik. Necha pul bo'lyapti bular? Bularni 65 ming so'm. 65 ming so'mdan. Shu nomerlar siznikimi? Banerdagi 13-15 ming. 13-15 yana pastiga yozib ham qo'yamiz. Bobur aka deb aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Xullas, mana har xil panellardan muammo yo'q. Mana ko'rishingiz mumkin. Assortimenti ham bor. Nari tomonga o'ting. Bu nima aka? Bu fenskiy faner. Apolovkalarga. Apolovkalarga. Xo'p, ketdik bo'lmasam bu yoqda taxtalarni ham bir narx-navolar bilan tanishtiramiz. Har xildan bor ekan ko'rishingiz mumkin mana. Ko'taring aka. Dastavkada muammolar yo'q, mashina ko'p yetkazib berishaveradi. Xo'p, strapilalarimiz bor. Strapila. 6 metrli mana bular. Lagali-ku va? Lagali bo'lsa agrajdenalarga bo'lib qo'yishadi. 6 metrli buni 9 ga 3,5 bo'ladi razmeri. Necha puldan bo'lyaptilar? Bular 80 ming so'mdan bir donasi. 80 ming so'mdan. 6 metrli bo'ladi. Strapilalarchi? Strapilalar 15 ga 5 bular. 15 ga 5 qalin ekan-a? 15 ga 5 qalin strapilar. Necha puldan? Bular 170 ming so'mdan. 170 ming so'mdan bo'lyapti. Bunaqa uzunlardan ham bor ekan. Rekalarimiz bor, har xil. Patolochniga, shiferga ketaveradi rekalar. Necha puldan necha pulgacha bo'lyapti rekalar? Rekalar 3,5 mingdan boshlanadi patologdiki. 6300 so'mgacha bor patologli rekalarimiz. Shiferdiki? Shiferdiki 7 mingdan 8,5 minggacha bor. 7 mingdan 8,5 gacha eng qalinlari bo'lyapti. Shunday. Xo'p, polovoy taxtalar ham bormi sizda? Polovoy taxtalarimiz ham. Do'stlar mana rekani har xilda. Mana bu bo'lsa kerak a shiferdiki. Shiferga mana bu ham qalin rekamiz. Zo'r ekan. 6 ga 3,5 lik reka. Necha puldan shular? 8,5 ming so'm. 8,5 ming so'mdan eng qalinlari bo'lyapti. Bu ham shiferda rekasi. Bunaqa xohlasangiz, bu patologli rekasi 5 ga 2,5. Tekis qilib chiqarib qo'yishibdi. Xo'p, polovoyga qalin-ku va? Polovoyda qalin shpuntovoy taxta. Qalin ekan. Ular necha puldan? 3 lik taxta bular 75 ming so'mdan donasi 4 metrli. Uzunligi 4 metr, qalinligi 3, eniga 14. 70 ming so'mdan bo'lyapti. Mana rossiyskiy qissa bo'lib, o'zimiz bo'lib strapilar. Nechiga necha bular? 14 ga 3,5. 14 ga 3,5 strapilar Sasna-ya bular? Sasna. Necha pul bo'lyapti? 120 ming so'mdan. 120 dan qilib berilyapti do'stlar. Har xilidan bor ekan. 3 ga 4. Mana bular, necha pul bo'lyapti ular? Bular 5,5 ming so'mdan 6300 so'mgacha bor. Patolochniga, har xil tekis ekanligini. Shunday. 3 metrli, 4 metrli har xili bo'ladi. Gap yo'q, har xilidan bor ekan. Do'stlar, mana polovoy taxtalar, har xil shpontovoy razmeri kichikroqlari. Bu 2 lik aka? Yo'q, bu 2,5 ligi bu. 2,5. 10 ga 2,5 ligi bu. Shpontovoy 4 metr. 4 metrli. Katta ko'zi yo'q, bir-biriga yaxshi tushadi. Silliq ekan-a? Silliq, tayyor bular. Necha puldan bo'lyapti? Bularni 40 ming so'mdan beryapmiz. Donasi 40 ming so'mdan bo'lyapti. Mana 14 ga 2 liklari ham bor. 14 ga 2 lik polovoy 4 metrli bular. 4 metr uzunligi necha pul? Bularni 50 ming so'm. 50 ming so'm, 10 ming so'm razmisa qilyapti ekan. 40 ming bunisi 50. Xohlasangiz mana bunaqangi polovoylar bor. Shpunt qilinmaganlar. Shpunt qilinmagani. Bunaqalardan bor ekan. Mana 12 ligi ham bor. 12 ligi qancha bo'lyapti? 12 ligini hozirgi kunda 42 mingdan beryapmiz. 42 ming so'mdan bo'lyapti. Bu yerda ham hamma narsa bor ekan-da aka. Bu tomonda temirlarimiz ham bor. Ko'rishingiz mumkin, har xilidan bor. Temirlar ham bizda. Endi biz Osiyoga borib ko'p Osiyodan chiqaraman. Bu yerda ham ancha narsa bor ekan. Shaharliklarga ancha yengil ekan bu yoqqa kelib ketish. Har xil rekalardan bor. Mana bu tarafda bormaysizlar.
akfalar bor mana har xildan. Endi kimga qiziq bo'lsa, qo'ldan kelgancha kommentarda yozsalaringiz chiqarib o'tamiz. Akfa eshik derazalarida ham mana bu yoqda har xil bunaqa chiroyli eshiklar bor ekan. Aka nechi puldan bo'lyapti bu eshiklar? Sizdanmi? Kachamayapsizmi? Nechi puldan nechi pulgacha eshiklar? 1 million 600 dan 2 million 2 milliongacha bo'lyapti ekan, ko'rishingiz mumkin. Har xildan bor ekan. Zakazga yasaladi bular. Zakazga? Tushunarli. Anaqa vagonkalar ham bor, banyaga. Ha, banyaga o'zi banyalarga vagonkada hozir bir xillar kafel yemaydi, muzlab qoladi. Shunday. Banyada Chista rossiyskiy mahsulot bular. Rossiyadan kelgan bular. Do'stlar, ko'rsatib qo'yaylik. Vagonka shunday devorga ham, katalogga ham qoplasangiz bo'ladi. Necha puldan bo'lyapti bular aka? Bular 20 mingdan 40 minggacha bor. Har xil 20 razmerda. mingdan 40 minggacha bo'lyapti ekan. Bular Donasi. assortiment ko'p. 3 metrli, 2 metr, 4 metrli bular. Mana tabriko rekalarimiz yana. Silliq ekanda ular ishlashga ham zo'r bo'lsa kerak a. Ha, mana bular polga ishlatilgan rekalar bular. Polga boyagi yopishtirib bir-biriga qurgan bular hammasi. Ha, quruq reka bular. Do'stlar, patologga Bular yuqalar. patologga arzon 4 ming so'mdan bular ekan. 4 ming so'mdan bo'lyapti. Tushunarli. Aka gap yo'q mana. Tovar ko'p ekan. Podpischiklarimizga bir foydali video qildik. Bu yoqda 4 metrli starapil lagalar. lagaliklar ekan 4 metrlik. Necha puldan bo'lyapti bular? Bular 70 ming so'mdan 10 ga 5. Kelishib ko'proq olsa chiroyli qilib beraverasiz. Albatta. Tushunarli do'stlar, mana strapila deysizmi, mana reka deysizmi, hammasidan bor. Xo'p, aka bu yerda necha yildan beri ishlaysiz? Xudo xolasa 4 yil 5 yildan beri ishlaydi. 4 yil 5 yildan beri. Ishlaymiz. Assortiment ko'p ekan, gap yo'q. Assortiment bor. Listlar har xilidan, Bor. patoloshni deysizmi, har Dekor xil plastiklarimiz ham bor. dekor plast hammasidan bor ekan. Dekor plastik, dekor MDF. Biz pastdagi nomerlarga bog'lanamiz do'stlar. Xohlasangiz mana OSB'lar bor, plastiklar bor. Katalogga qarab tanlab nima qilsa zakaz ham olaverasizmi ko'proq? Ha, shunday. Do'stlar, videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, albatta bitta like ayamang va kommentarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Mana Bobur akamizdan kelib xarid qilaveramiz. Aka, nomerlaringiz o'sha 13 15 oxiri pastdagi nomerga yozib qo'yamiz. 91 943 13 15. 13 15. Ma'qul kelsa do'stlar, aloqaga chiqib savdoni qilaveramiz. Mana bular lekin zo'r narsa do'stlar. Har xil narsalarga ishlasa bo'ladi. Bu yoqda mana panellar, mana bunaqangi Apalovkani panellari bor ekan. Xullas, Viber ko'p. Aloqaga chiqaveramiz.